Jorj Orwell. Molxona. Ingliz tilidan Sanobar Karimova tarjimasi. 1-bob. Mr. Jones qorong'i tushib qolganligi uchun tovuqxonaning eshigini berkitdi, lekin tovuqlar qatagining orqa tomonidagi teshiklarni berkitish uning xayolidan ko'tarildi. Fermaning etak tomonidan qaytayotgan Mr. Jonesning qo'lida fonar bor edi. Undan taralayotgan nur ferma hovlisi bo'ylab o'ynardi. Kayfi oshib qolgan Mr. Jones ferma maydonini gandiraklagan holda kesib o'tdi-da, omborxonaning orqa eshigidan kirib, oyog'idagi etiklarni uloqtirib yubordi. Kurushkani qo'liga olib, bochkadagi pivoga botirdi va to'g'ridagi ko'shetkaga qattiq xurrak otib uxlayotgan Mrs. Jonesning yoniga borib yonboshladi. Mr. Jones yotadigan uyning derazalaridan nur tushayotganini ko'rgan hayvonlar yelkalarini silkitib qo'ydilar. Qushlar esa qanotlarini qoqdilar. Kunduz kuni ferma hayvonlari orasida bir xabar tarqalgan edi. Qari mayor to'ng'iz o'tgan kuni ko'rgan ajoyib va g'aroyib tushini hikoya qilib bermoqchi emish. Shuning uchun ham hayvonlar qorong'i tushishini orziqib kutardilar. Mr. Jones uxlagani kirib ketayotganidan so'ng hamma hayvonlar og'ilxonada uchrashishga kelishib olgan edilar. Fermadagi hayvonlar orasida qarib qolgan mayor to'ng'izning hurmati juda baland bo'lib, hayvonlar uning hikoyasini tinglash uchun hatto uyqularidan ham voz kechishga rozi bo'ldilar. Keksa mayor bir vaqtlar tanlovga qatnashib, yuqori o'rinni olgan edi. Muskullari bo'rtib chiqqan, juda kuchli va baquvvat edi. Shuning uchun ham g'oliblikni qo'lga kiritib mukofotlangandi. Hozir to'singa osilgan chiroq ostidagi qalin poxol to'shalgan supachada yotardi. To'ng'iz 12 yoshga kirgan bo'lib, semizligidan qorni osilib ketgandi. Lekin o'ziga juda bino qo'yardi, o'zini dono hisoblardi. Hayvonlarga esa muruvvatli ekanligini ko'rsatib qo'yishni hamisha yoqtirardi. Qari mayorning atrofiga fermadagi hamma hayvonlar yig'ila boshladi. Ular og'ilxonaga kirib kelib, bir silkinishar, so'ngra junlarini xo'rpaytirib, bag'irlarini yerga berib yotib olishardi. Hayvonlar yotadigan katta og'ilxonaga birinchi bo'lib yetib kelgan Bluebell, Jessie, Pincher deb nomlangan itlar mayor yotgan supaning old tomoniga kelib, oyoqlarining ustiga boshlarini qo'ygan holda yotib, munchoqdek ko'zlarini qari mayorga tikdilar. Tovuqlar qo'noqqa chiqdilar. Kaptarlar uchib borib, havozaga qo'ndilar. Qo'y va sigirlar to'ng'izning orqasiga o'tib, yonboshlab olib, qovush qaytara boshlashdi. Shundan so'ng aravaga qo'shiladigan otlar Boxer va Clover kirib kelishdi. Ular poxollar orasidagi mayda hasharotlarni tuyoqlari bilan ezib olmaslik uchun ehtiyotlik bilan qadam bosishardi. Clover yoshi o'tgan bo'lishiga qaramay nihoyatda kelishgan edi. Bolalariga mehribon, rahmdil va baxtli ona bo'lganligi shundoqqina sezilib turardi. Uning qomati 4 marta qullanganidan keyin ham o'zi ko'rkini yo'qotmagandi. Boxer Cloverdan 18 qo'l katta bo'lib, juda baquvvat, quvvati 2 ot kuchiga teng bo'lib, o'ziga ishongan, hech narsadan qo'rqmaydigan botir ot edi. Burnining ustiga osilib tushgan uzun yollari yuziga anqovlik to'sin berib turardi. Aslida u haqiqatdan ham tentakroq edi. Shunga qaramasdan irodasi mustahkam bo'lib, qat'iyatli va bir so'zli, keskir hayvonlardan edi. Fermadagi hayvonlar uni hurmat qilishardi. Hatto ba'zi hayvonlar undan hayqirib ham turardilar. Otlardan keyin Muriel ismli oq echki va Benyamin deb ataluvchi eshak kirib keldi. Benyaminning yoshi anchagina o'tib qolgan bo'lib, hayvonlar fermasida ko'p yillardan beri yashardi. Bugun kayfiyati unchalik yaxshi emas edi. Odatda u nihoyatda kamgap bo'lib, hamisha nimadandir achchiqlanib yurardi. Atrofidagilar bilan beodoblik bilan gaplashar, sharmi hayosiz so'zlarni juda ko'p ishlatardi. O'ta befarosat va dangasa edi. Hatto pashshalarini qo'rish uchun dumini ishlatishga ham erinardi. Dumli hayvonlardan ko'ra dumsiz hayvonlarning afzalligi haqida gapirishni xush ko'rardi. Fermadagi hayvonlar uning kulganini biror marta ham ko'rishmagandi. Fermada hayvonlar orasida ko'ngilni yozadigan biror narsaga duch kelmayman derdi. O'zini Boxerning mulki deb hisoblardi, lekin bu haqda aslo gapirmasdi. Ikkalalari haftaning yakshanba kunlari mevazorning orqasidagi ochiq maydonda sayr qilishardi. Ba'zan ular bir-birlariga tegib ketishardi, lekin shunday paytlarda ham bir-birlariga churq etishmasdi.
Ikkala ot, Muriel va Benyamin joylashib bo'lishgandan keyin og'ilxonaga onalarini yo'qotib qo'ygan bir gala o'rdak bolalari kirib kelishdi. O'rdak bolalari kuchliroq hayvonlarga yem bo'lmaslik uchun chiy-chiylashib, o'zlariga boshpana izladilar. Onalik mehri jo'shib ketgan Clover ko'zlarini jovdiratib turgan o'rdak bolalarini chaqirib, oyoqlari bilan o'rab oldi. Bexavotir joy topganlaridan xursand bo'lgan o'rdak bolalari otning issiq boldillariga boshlarini qo'yib uyquga ketishdi. Jonsning aravasiga qo'shiladigan chiroyli, lekin fahm farosati kamroq Moli ismli ot og'zidagi oq qandlarini qusurlatib, kovshangan holda irg'ishlab kirib keldi-yu, supaning eng oldingi qatoridan joy topib o'tirdi. Boshqa hayvonlarning diqqatini boshidagi yollariga taqib olgan qizil lentaga tortish uchun boshini kibor bilan silkitib, chiroyli mayin kokillarini yuziga tushirdi. Eng so'nggi daqiqalarda o'ziga issiqqina joy izlagan mushuk kirib keldi. Yig'ilgan hayvonlarga bir-bir qarab chiqib, bokser va Cloverlar orasiga suqildi. Shirin uyqusini mayorning tovushi buzolmaydigan joy topganligidan mamnun bo'lib, miyovlab qo'ydi.